Tayland turmusida tutib turilayotgan Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilish xavfi andisha qo'zg'amoqda. Tayland turmusida 10 yildan buyon nohaq tutib turilayotgan 48 Uyg'ur nomidan yozilgan jiddiy yordam chaqiriq maktubi 2025-yil 1-oyning 10 kuni yozilgan bo'lib, 48 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarmoqchi bo'layotganligi yozilgan. Har qaysi Uyg'ur tashkilotlarga va har qaysi dunyo inson haqlari tashkilotlariga suniladigan yordam iltimosimiz shuki, yaqindan buyon Tayland hukumati bilan Xitoy hukumati birlashib, yana 2015-yili Uyg'ur qarindoshlarimizni Xitoy zolimlarga qaytarayotganga o'xshash bu yerda qolib qolgan 48 nafar Uyg'urni ham Xitoyga qaytarmoqchi bo'lyotdi. Xitoy hukumatining ne kadar zolim ekanligini va bizning qaytarilsak yana shu eg'ir zulm va qiyin qistoqlarga uchraydiganligimizni, hayotimizga kapolatlik qila olmaydiganligimizni va hatto o'lim xavfiga duch keladiganligimizni tushunib, bizning Xitoyga qaytarilmasligimiz uchun uchinchi bir erkin davlatga chiqib tinch bir turmushga erishishimiz uchun yordam qilishinglarni so'raymiz. Taylandda tutib turilayotgan 48 nafar Uyg'urning nomidan jiddiy murojaatnomada e'lon qilingan yordam maktubida yana Tayland turmusidagi Uyg'urlarning ochliq e'lon qildiganligi bildirilgan. Biz Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlar bilan aloqalashib, telefon suhbati o'tkazishga tirishdik. Biroq ularning yanida bevosita aloqa qiladigan telefon yo'q bo'lib, boshqalarning telefoni orqali uchrashish fursatiga erishdik. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir Uyg'ur o'zlarining hozirgi ahvoli to'g'risida to'xtalib bundoq dedi. Iqtisodiy ishlar va siyosiy masalalarda bizning tortayotgan qiyinchiligimiz nihoyat og'ir. Buni butun dunyo biladi deb qarayman. Butun dunyodagi mayli Uyg'ur tashkilotlari, mayli boshqa davlat va boshqa davlatlardagi tashkilotlar bo'lsin, hammasidan bizning asosiy talabimiz shuki, biz ulardan mushu Tayland turmusidan chiqishimiz va Xitoyga qaytarilib ketmasligimiz uchun yordam qilishni talab qilamiz. Bizning ahvolimiz bundan keyin qanday bo'ladi bilmaymiz, ammo yaxshi natijaning o'ttirg'i chiqishini umid qilamiz. Birlashma agentligiga erishgan bir maktubda Bangkokda tutib turilayotgan 43 nafar Uyg'ur o'zlarining yaqindan buyon chegaradan qo'g'lab chiqarilish tahdidiga duch kelganligini bildirgan va buni to'xtatish uchun murojaat qilgan. Ular Tayland doiralarining o'zlarining ixtiyorligi bilan qaytarilish hujjatlariga qo'l qo'yishni talab qilganligini bildirgan. Ziyoratimizni qabul qilgan Uyg'ur yosh bu vaqtda xalqaro axborotlarda tarqatilgan xabarning to'g'ri ekanligini ta'kidladi va mundoq dedi. Amerika Birlashma axborotining xabarida qanday tarqatilgan bo'lsa, bizning ahvolimiz shu xabarda deyilgandek vaziyatda turyapmiz. Shu Taylandda tutib turilayotgan bolalarning qatida mening bir jiyan o'g'lim bor. Taylandga turayotgan bolaning qatida mening jiyanimning ismi Abdullah Kerim. 2014 tutilgan. Shundan beri aşağıda turibdi. 5 yildan ortiqroq hech qanday xabar yo'q. Yopiq shu turma usuliy eningdan keyin 2 yil bo'ldi. Geri göndərə tutib turadigan o'ringa. Eningdan keyin azroq telefondan chimincha bir oyda 15 kunlik ko'rishdigan bo'lgan. May 2-3 oy bo'ldi, yana qaytadan vakcin tibetdi. Hech qanday aloqa yo'q o'zibdi faqat. Ening sirtida Xitoy qaytirdi ekan, mana indiga mish-mish paranglar biri bo'lib nech kunni yo'q. Bak endi ishtolab ketdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Amerika va Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson haqlari va kishilik huquq jamiyatlariga buni anlatib, Xitoy qaytarilmaslik uchun Taylandga bir besim ishlatishini, patarchilarning bir yenib chiqishini, bexatar bir davlatga qaytib kelishiga qo'llangan kelishcha bir kuch chiqarsanglar birlikda. Shuni chin qalbimdan o'tinib so'rayman, hammalardan Alloh razı olsun. Amerika va BDT Uyg'urlarning murojaatiga tez javob qaytarib, Tayland hukumatini tutib turilayotgan 48 Uyg'urni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqirgan. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Oliy komissarligining bayonotchisi va Osiyo ishlariga mas'ul xodimi Babar Balushtin Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urning hozirgi ahvolini va ularning qaytarilish xavfiga munosabatlik savollarni so'rdik. U savolimga javob berib, mundaq dedi: Biz jazmlashtirilmagan dokladlarni angladik va biz darhol hukumat doiralari bilan ko'rishdik. Ular bizga ahvolning aksicha, ya'ni undaq emasligini bildirdi. Biz hukumat doiralariga qaytarmaslik majburiyatini eskartib, tutib turishning o'rniga boshqa chora tanlashni tashabbus qilamiz. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Taylanddagi majburiy qaytarilish xavfiga duch kelgan Uyg'urlar haqida so'ragan savolimizga
jiddiy inkos qaytirib mundoq dedi: biz bu ahvolni bilamiz, ammo konkret ahvollar haqida baho berishni rad qilamiz. Ministerligimiz Tailand hukumatini o'z ichiga olgan barliq hukumatlarga qaytarmaslik prinsipiga hurmat qilishini va har qanday odamni zulmga va qiynashga uchraydigan davlatga qaytarishdan saqlanishni eskartdi ham davomli eskartdi. Amerika Davlat Majlisi a'zosi va hukumat qaramog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi Christopher Smithmo 13 yanvar Tailandni 48 Uyg'urni Xitoyga majbur qaytarmasga chaqirib, bayonot e'lon qilib mundoq degan: Tailand qiynash qarshi turish ahdnomasi doirasidagi majburiyatini ado qilish kerak va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar oliy komissarligi ishxonasini darhol musofirlar bilan ko'rishishga ruxsat berish kerak. Bu mazlum kishilar qiynashga topshirilishdan ilgari bu masalalarni Tailandning Amerika turishliq bosh elchisi bilan balduroq muzokara qilishni umid qilaman.